Xayrli aka, siz o'sha O'zbekistonda Lamin Yamal eng katta advokatsiz. Nima bo'lsa ham, ya'ni maydondan tashqaridagi har qanaqa qilig'iga ko'z yumgan holda uni javohir deb atab kelayotgan, endi maydondagi javohir endi rostdan ham va hamma xeyterlardan himoya qilayotgan bir odamsiz. 18 yosh bola. O'g'ilcha bordim-ku. O'sha payt tanqid qildim bo'lmasa. Nima deng? Otasi ham sizdan 20 yosh kichkina. 2007 ekan. Lekin buni jarohati tuzalmasa, men uni Messida ham bo'lgan ekan o jarohat. yo'q, xuddi shunaqa bo'lgan ekan. Ha, shunaqa Messi o'ynamagan ekan o'shanda, mashg'ulotlarda qiynalgan ekan. Bu yosh bilan bog'liq ekan. Yo'q, Yosh bilan. yoshdan oldin ko'p ishlar qilib Hozir bilasizmi kim shunaqa jarohat olgan? Butun mavsum o'ynamagan, Yamalning o'rtog'i bor. Niko Williams degan. Yo'q, Operatsiya bo'lar ekan. operatsiya bilan tuzatiladi. 3 oycha futboldan ketib turar ekan. Hozir qolmasa jahon chempionatigacha Niko Williams taniqli Ispaniyaning muhim futbolchisi-ku. Bo'lar ekanda shu yoshda. Men bugun xabar o'qidim, Flick tasdiqlabdi. Hali ham og'rig'i bor buni. O'zi kecha men sharhda sezdim. Ya, menimcha bordir og'rig'i. Yo'q, o'sha diskomfort bor-ku. O'zi Men nimaga o'xshatdim deyman, ani misol bir razmer kichkina tufli kiyib olasiz-ku. Qiynalib yurasiz. Mazza qilmaysiz. Shunaqa o'ynab. yomon chiroyli turadi, lekin yomon qiynalasiz-da. O'zi latifa ham bor. Tishim og'rib to'xtamayapti. 2 razmer kichkina tufli kiyib ol deydi. Esdan chiqarasan deydi.